Assalamualaikum. Bugün Xalq Bankimiz o'zaro uchrashuv ekan 9-aprel. Bizlar hozir Xalq Bankimizda bo'lgan produktlar bilan sizlar tanishtiramiz. Bizda oldin imtiyozli kredit olib yapmagan bo'lsa 21% dan kredit dasturimiz bor. PKU 312'dagi 6 yil muddatga beradi, 2 yil imtiyoz davri bilan beradi. 21% dan pul o'tkazish yo'li bilan beradi. Agar bu maksimal 100 million so'mgacha beradi, yo'q, men 100 milliondan ko'proq kerak bo'lgan bo'lsangiz, yakka kapital tadbirkor yoki MChJ agar ochgan bo'lsangiz, moliyaviy ko'mak dasturimiz ham bor. Hozirgi kunda 300 million bo'lib turibdi, 500 million so'm chiqadi endi. 2 yil muddatda 6 oy imtiyoz davri bilan beradi. Bunda noturar bino, turar joy, ham mashinalarni bemalol garov qo'yib turib, o'zingizni hisob raqamlaringizni tushirib beradi. Bir begona boshqa do'konlarni gapirib o'tkazish yo'li bo'lmaydi. Agarda 24% man ko'plik qiladi degan bo'lsangiz, valyutadan bor, valyutada lekin faqat MChJlar yo oylar korxona chiqinlari beriladi bu.